Onam shu bo'ladi to'xtab, lemon. Aytdim, 40 ta ishni to'g'rab oldi. Dag'dan olib yo'ramiz, dag'dan uzilgan yo'radi. Mashinani bo'ladi. Chapasi yo'q. Ondan chiqib bo'ladi. Mashinani uni naycha deydi. G'altaga o'raladi. Ichi o'rab ketadi. Shunga o'rab iplar chiqaradi. Bir qavat. Bir qavat deydi. Bir qavat bo'ladi. Keyin uni keyin biz aniq qozonga olib qozonga Mana ana nega o'rab oladi? Ha, mani chiqardi. Mani chiqardi. Chiqardi. Naycha deydi. Chiqardi. Ashunga to'lgandan keyin, Bunga to'lgandan keyin naryoqqa oladi. Bu qozonga. Bunga 40 donasi mana shu bitta nima bo'ladi? Mana Hammani bitib o'zingiz qo'lingiz bilan olasizmi? ha. Ko'rsatingizchi so'ng. Ko'rdingizmi? Yo'q, nashqdan bitib olib, bitta tikka tutmaydi. Ko'tarib oling. O'zlarim mana shu yerda qirqdan chiqdim. Ha, mana shu bitta to'lasi 40 tadan chiqdi. Buni qo'yaymi? Aha. Yo'q, shu 5-6 omdan edim. Mana qancha bo'lsa shishlar dedi. Qarasida o'tadi mana. Uchta bo'lgani uchun ozroq bo'ladi. Uchta bo'lgani uchun Mana ozroq. chiqaveradi. Chiqariladi. Chiqaveradi. Keyin kalalarni biz Uyugandan keyin nima ishlatadigan chiqaveradi. 2,5 ming metr bo'ladi. 1 kilometr. Ha, kilometr 2,5 bo'ladi. 5 qavat bo'ladi. Rutinida Çözüverin, aylanıp ket. Ben ana aybetleringizni yig'ishtirib хорошо? Mening telefonim bor o'zbekskiy. Tavlasiga WhatsAppga xabar qo'ying. O'zbekskiy nomer bor. Rahmat, jonim. Mana metrodan olsangiz ham bo'ladi.